Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Sog'liqlaring yaxshimi? Oila a'zolar hamma yaxshimi? Mana bugun ozgina vaqt ajratdik. Ozgina shu kasallik to'g'risida suhbat qurmoqchimiz. Inson nima uchun kasal bo'ladi? Kasallik qanday paydo bo'ladi? Shu masala xususida ozgina fikrlashmoqchimiz. Endi insonlar nihoyatda bugungi kunlarda odamda kasalliklar ko'payib ketyapti. Oddiy misol, qanday inson kasal bo'ladi? Bitta narsa to'g'risida ozgina gaplashamiz. Xavotir. Ya'ni xavotir degan narsa nima o'zi? Xavotir insonda qanday bezovta qilishi mumkin? Xavotir degan narsani o'zi insonni ichki a'zolarida har turli kasalliklarni kelib chiqarishlikka sabab bo'ladi. Masalan, qanday deyilsa, misol uchun inson o'tmishda emas, kelajakda o'ylab xavotir bo'ladi. Kelajakda o'ylab xavotir bo'ladi. Ayol kishi turmushga, yosh qizlar turmushga chiqmagan bo'lsa, turmushga chiqishlik to'g'risida xavotir. Kimga chiqaman, qanday bo'ladi, hayotim qanaqa bo'ladi? Yo uylanmagan yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa, kimda olaman, hayotim qanday, nima qilaman, qanday yashayman? Endi farzand ko'rgandan keyin farzandlarini katta qilish kerak, boqish kerak, nima bo'ladi, qanday bo'ladi? Yoki kasal bo'lgan odam kasali yengilroq bo'lsa, kasali yengil kasal bo'lsa, kasali og'ir bo'lib qolishidan xavotirda. Og'ir kasal odam o'lib qolishidan xavotir. Xuddi shu singari xavotir har qaysi insonda bo'ladi. Endi xavotir insonni ichki a'zolariga qanday salbiy ta'sirini o'tkazadi deyilsa, inson xavotir bo'lgan paytda yoki asabiylashgan paytda insonni ichki organizmida kortizol degan gormon suyuqlik ishlab chiqarishni boshlaydi. Bu qonga qo'shiladi. Bu zahar narsa. Qonga qo'shilgandan keyin qonni qo'yiltiradi. Qon qo'yilgandan keyin har bitta ichki hujayralarga olib boradigan qon orqali oziqalar vaqtida yetib bormaydi. Vaqtida yetib bormagandan keyin u hujayralar sekin astalik bilan zaiflashishni boshlaydi. Zaiflashadi. O'z ishini, faoliyatini to'liq 100% olib bora olmaydi. Endi hujayralar zaiflashgandan keyin o'sha hujayralarga bog'langan a'zo zaiflashadi. Shamollaydi, sanchiq paydo bo'ladi. Yoki oshqozon og'rib qoladi, yo pochka muzdek o'xshab qoladi, yo ko'zlarimiz xiralashib qoladi. Bir kun, ikki kunda emas, bir hafta, 10 kun, 1 oy, 2 oy, 6 oy, 1 yil mobaynida. Endi keyin u belgilarda biz bilganimizdan keyin nima qilamiz? Biz pochkamiz og'riyapti deymizda, pochkani davolatishni boshlaymiz. Borib tekshirtiramiz va pochkada ozgina shamollash bo'lgan bo'lsa kerak deyiladi, o'ziga tushiradi, yo qum bor deydi, yo tosh bor deydi, shu singari nimadir chiqaradi. O'sha bilan kurashib yuraveramiz, lekin o'sha kasallik kelib chiqadigan joyi qayerligiga e'tibor qilmaymiz. Lekin siqilamiz, xavotir bo'lamiz. Bolalarimiz, farzandimiz bir yoqqa ketayotgan bo'lsa, mashina minib chiqib ketdi-da, qayerga ketdi ekan, qorong'i tushyapti, soat 11 bo'lyapti, 12 bo'lyapti, haligacha kelmaydi, xavotir bo'ladi ota-ona. Xo'p, endi yosh bolachalar, o'g'illari, farzandlari, nevaralar uyda to'polon qilib bir yugurchi baqir-chaqir qilsa, ularda ovoz yoqmaydi, yana asabiylashadi-da, yana qon qo'yiladi. Inson har bitta asabiylashganda yoki xavotirga tushib qolgan paytda insonda ichki a'zolarida kortizol degan gormon suyuqlik ishlab chiqarishni boshlaydi-da, insonni qoniga qo'yiladi u. Qonga quyilgandan keyin insonni qoni qo'yiladi. Ana endi qon qo'yiladi. Qon qo'yilgandan keyin har bitta a'zolarda o'ziga nisbatan boradigan oziqalar vaqtida yetib bormaydi. Shundan sekin astalik bilan kasallik kelib chiqadi. Misol uchun, soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Misol tariqasida
Oddiy misol, insonda og'iz bo'shligi bor-u, insonda og'iz bo'shlig'i bor-u. Insonda og'iz bo'shlig'ini o'zida 3 xil suyuqlik ishlab chiqaradigan bez bo'ladi. Masalan, qanday deyilsa, birinchisi, inson gapirgan paytda tili insonda og'iz bo'shlig'idagi tag'naga yopishib qolmaslik uchun o'shani smaska qilib turadigan bez ishga tushadi. O'sha ishga tushib, o'sha narsa smaska qilib turadi. Ikkinchisi, odam ovqatlanadigan paytda ovqat yeyishni boshladingizda, qoshiqda yo nonni olib boshladingizda, chaynashni boshlaganingizda o'sha insonda og'izdan o'sha sulak bezlari ishlashni boshlaydi-da, chaynagan paytingizda o'sha chaynaydigan taomga qo'shilib o'sha tishni maydalab berishligiga yordam beradigan suyuqlik bez ishlab chiqaradi-da, o'sha suyuqlik insonning oshqozoniga tushib ichaklarga boradi-da, ichaklardan qon orqali so'rilishlikka mo'ljallangan suyuqlik hisoblanadi. Hop. Bu ikkinchisi. Endi uchinchisi, odam uxlagan paytda o'sha ovqatdan keyin qolgan qoldiqlarda, tishlarda orasidagi og'iz bo'shlig'idagi har xil qolgan qoldiqlarda o'zini achestit qilib tozalab turadi. Shunaqangi suv chiqaradi bez. Agar e'tibor qilsalaring, ertalab turganingizdan keyin biz eshitganmiz, hamma ham eshitgan bu narsani. Ertalab turganingizdan keyin ertalabki birinchi tuprikni bor-u, tuprikni olib, birata joyingiz qirilgan bo'lsa, yarangiz bo'lsa, bunday qo'ying edi. Bunday qo'ying. Bir 15 minut, 5 minut, 15 minut bunday kuzatsangiz, o'sha jarohat olgan terini ustini bunday qotirib qo'yadi. Qattiq qilib qo'yadi. Nihoyatda kuchli o'sha narsa. Xuddi shu singari insonning ichki a'zolarida har turdagi suyuqlik ishlab chiqadigan bezlar mavjud. Uni odamda o'zi bilmaydi. Endi odam ichki a'zolari, hamma a'zolar bir-biriga bog'langan holatda ishlaydi. U a'zolarni biridan ajratib alohida qilib davolab bo'lmaydi. Chunki ular sohot singari insonning organizmlari hammasi bir-biriga bog'langan holatda ishlaydi. Ko'z bog'langan. Qayerga bog'langan ko'zni ko'rish desa, umurtqa pog'onalariga bog'langan bo'ladi. Umurtqa pog'onalaridan keladi oziqalar. Quloq qayerga bog'langansa, quloq ham xuddi shu singari ichakdan keladigan suyuqlikdan olib keladigan qon kanallariga bog'langan bo'ladi. Nerv tolalari hamma a'zolarni bir-biriga chambarchas bog'lab chiqqan bo'ladi. Shuning uchun insonning ichki a'zolarini alohida qilib davolash mumkin emas. Endi qand kasalini olib ko'ring yoki bo'lmasa davleniyani olib ko'ring. Odam o'zidagi xavotir, ko'p insonlar xavotirga tushaveradi-da. Shunga o'rganib qolgan odam. Ko'proq ota-onalar bolalaridan xavotir olaveradi yoki bo'lmasam xotin bo'lgan bo'lsa, xotinim yurib ketib qolmayaptimikin bu xavotirda bo'ladi. Ayoli erim birontasini topa olmadimi, yana birorta ayolni topa olmadimikin deb xavotir bo'ladi. Bir yetishmovchilik bo'lib qolsa oila a'zoda o'sha kamchiliklar, yetishmovchilik bo'lib qolganligi uchun undan xavotirda oladi. Oilada pul uzilib qolgan bo'lsa, pulimiz qolmadi, oilada nima qilamiz, undan xavotir oladi. Xuddi shu singari xavotir, asabbuzarlik insonning ichki a'zolarida butun ichki a'zolariga qon yetkazib olib boradigan har bitta qon tomirlarini ichini, devorlarini toraytiradi va qonni qo'yiltiradi. Shunaqa gormonlar bor. U zahar hisoblanadi. U qonga qo'shilgandan keyin odam asabiylashganda o'sha narsa paydo bo'ladi, xavotirga tushganda o'sha narsa paydo bo'ladi, qo'rqqanda o'sha narsa paydo bo'ladi. Biz bilamizki, qand kasali qo'rqqandan boshqadan deymiz-ku, bu narsa ko'p odamlarda tarqalgan bu narsa yo'q.
qand kasalini olib ko'radigan bo'lsak, qand kasali qo'rquvdan emas yo boshqa narsadan emas. U qandni miqdori insonni ichki a'zolaridagi qon tarkibida ko'payib ketadi. Ya'ni o'shani balansini ushlab turadigan o'zini mana shu oshqozon osti bezi o'z faoliyatini bajara olmay qolganligi uchun o'sha ishdan chiqib qoladi. Bunaqa tilda aytganda, oshqozon osti bezi ishlash faoliyati to'xtab qoladi yo 50 yil ishlaydigan bo'lib qoladi. Natijada qonni tarkibida qand miqdori ko'payib ketadi. Endi nima qiladi bo'lsa, qonni ichidagi qand miqdorini tushirishga harakat qilinaveradi, dori ichilaveradi, o'kil olinaveradi, boshqa qilaveradi. Yo'q. U qonni miqdoridagi qandni ko'payib ketadigan narsa qayerda turibdi u? Qanaqa davolash kerak deyilsa, oshqozon ostidagi bez, suyuq chiqaradigan bezni o'shani ishlatish kerak. U tiqilib yotibdi u. O'shani kanalini ochiladi, o'sha narsa ichaklarga tushadi, o'sha o'zini suyuqligi ichaklarga tushgandan keyin ichaklarga borib, o'sha ichaklar orqali qonga so'riladi. O'zini o'zi bir xilda balansni ushlab ketaveradi. Ko'proq asab buzarligidan kelib chiqadi. O'sha eng asosiy narsa asab buzilishligi ko'proq xavotirga tushishligi insonni. Ana shu narsa ko'p insonlarda har turli kasalliklar kelib chiqadigan narsa mana shu narsa bo'ladi. Shuning uchun akalar, do'stlar, barcha yaqinlar, mana hayotda yashayapmiz. O'sha yashaydigan turmush tarzimizga bunday quloq solsak, bu narsa yaqqol oilada, hayotda ko'rinib turadi, barcha insonlarda ko'rinib turadi. Asosan biz tushkunlik holatiga tushib olib ko'p yashaymiz-da. Shuning uchun tushkunlik holatdan chiqish kerak. Imkon qadar harakat qilishimiz kerak. O'zimizni dunyoda yashashligimizdan rozi bo'lib yashashimiz kerak-da. Nimadan norozi bo'lishimiz kerak? Hamma narsa bizda belgilangan bo'lsa, yeb ichishligimiz, uylanishligimiz, farzand bo'lishlik, farzand bo'lmaslik, buni ob-havolar, shunaqa odamlar bor. Faqat asab buzarlikda, asabi nimaga? Arzimagan piyola tirq etib kelsa ham asabi buzilaveradi. Shunday bo'lib qoladi odam. Cho'ynakni qopqoq tushib kelsa ham asabi buzilaveradi. Yoki bo'lsa qattiqroq bolasi baqirib yuborsa ham ovozingni o'chir deb unga ham asab buzilaveradi. Oilada asab buzarlik muhitini o'zimiz yaratib olganmiz-da. Ana shu muhitni buzib yuborganmiz. Janjal, urush, janjal, asab buzarlik, bir-birining gapi biriga tushmaydi. Ana shu muhitni buzib olamiz, o'sha buzuq muhitni ichida yashayveramiz, ana shu yerdan kasalliklar kelib chiqaveradi. O tashqaridagi o narigi qo'shnimiz yoki o mahallaning burchagidagi bitta xola amaki bizni oilamizning muhitini buzib qo'ygan yo'qda, yo o'sha bizni o'zimizni kasalligimizni ko'paytirib chiqarayotgan yo'qda, yoki vrach doktorlar bizni oilamizda muhitni yoki asabimizni buzib ular bizni kasal qilib qo'ymayapti-da. Biz o'zimiz tashqaridan turib fikrlamay qolganmiz-da. Qanaqa turmush tarzida yashayapmiz, qanday yashayapmiz, yeb ichishimiz qanaqa bo'layapti, yotish turishimiz qanaqa bo'layapti. Bu narsalarni umuman e'tiborga olmay qo'yganmiz. Ovqat yeymiz, qonimiz to'ysa bo'ldi, televizor ko'rsak bo'ldi, kechqurun ko'chaga chiqsak bo'ldi, mana shu ahvolda. O'shaning uchun imkon qadar asablarni keltirib chiqadigan narsalarni o'zimiz bir tanamizga quloq solsak va fikrlasak, o'zimiz ustimizdan nuqson kamchiliklarimizni to'ldirsak, oddiy mana shu ovqatlanishni olib ko'radigan bo'lsak ham, ovqatlanishda nihoyatda tez ovqatlanamiz. Tez ovqatlanamizni yutib yuboramiz. Ya non yeymiz, choy qo'shib aralash-qulash qilib yeyveramizda. U ovqat buzuq ovqat ichkariga kirgandan keyin hazm bo'lishi qiyin bo'ladi, qonga so'rilishi qiyin bo'ladi. Ichaklarda hazm qila olmay qoladi. Asosan ichki a'zolarda 3 ta insonni ichkaridagi zaharlarda odam og'zidan nima kirsa ichkariga, suyuqlik yoki ovqat,
4 soat, 5 soatdan keyin zaharga aylanadi. O'sha 4-5 soatdan keyin inson organizmi o'sha zaharlarni chiqarib tashlash kerak. Qaysi a'zolar chiqaradi? Jigar, ichaklar, pochka. Mana shu asosan ana shu organ insonni ichkaridagi zaharlarni tashqariga chiqarib tashlash kerak. Shu a'zolar yegan ovqatlarimizni tashqariga chiqarib tashlashlikka uspit qilmasdan ovqat yeymizda. Bosabos ovqat tiq. Ha u bechara yeganini chiqarib olsin. Ana ichaklar tiqilgan, o't foylar yo'llari tiqilgan, oshqozon osti bezi tiqilgan, pochkalar yo'llari tiqilgan, tuz yig'ilgan, tosh yig'ilgan, o't foyimizda qum bor, tosh bor, qorin chiqib ketgan, aql chiqib ketgan, semirib ketganmiz mana shu ahvolda. Shuning uchun do'stlar, imkon boricha harakat qilinglar. Ovqatdan endi to'g'ri ovqatlanishlik uchun, to'g'ri yurishlik uchun, to'g'ri o'rnak uchun nima qilish kerak desa, birinchi o'rinda kayfiyat ko'tarish kerak. Ikkinchisi, ovqatdan 1 soat oldin dog' suv iching. O'zimiz dog' suv bor-ku, kipitok. Ana shundan 200 gram issiq dog' suv iching. 3 mahal ovqatlanyapsiz, 3 mahal dog' suv iching. Keyin ovqat yeyotganingizda narsa qo'shib yemang. Choy, suv qo'shmang. Ovqatni o'zini mayda chaynab yeng. Mayda chaynab. Keyin oq un mahsulotlari, oq nonni kamaytirish kerak. Non mahsuloti, hozirgi sotadigan nonlar hammasi oq undan bo'lgan, insonning ichaklarini umuman bekitib tashlaydi. Nonni sotilayotgan nonlarni ichini olimini qilib ko'ringda, shunday xamiri chiqyapti. Yeganingizdan keyin ichkarida xamir bo'ladi bo'lmasa. Shuning uchun asosan biz qanaqa kasal bo'lsak, ichki a'zolarimizni, ichaklarning yo'lini, o't yo'llarini, oshqozon osti yo'llarini, pochka harakat yo'llarini ochsak, kasallik o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Xo'p, mayli sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hop, yana ko'rishguncha Alloh xayr qilsin. Kasal bo'lmanglar, Alloh shifosini bersin. Harakat qilinglar uy sharoitida. O'zimizda piyoz bor-ku, xom piyoz. Kuniga bitta yeb turing. Ovqatga qo'shib 1 oy yeng ko'rasiz. 1 oy. Chesno yeb turing. Suv iching, ko'proq suv ichish kerak. Ko'proq suv. Keyin ertalab kechqurun yuringlar. Ertalab kechqurun hech bo'lmaganda 1 soat yuringlar. Ertalab 1 kilometr yuring, kechqurun 1 kilometr yuring. Ana shu yo'lga qo'yib oling. Keyin ko'proq kuling. Asabiylashmang, kuling. Qancha ko'p kulsangiz shuncha yaxshi. Organizm o'zini o'zi tiklaydi. U odamni o'ziga bog'liq. Inson organizmiga o'zi quloq solsa, ovqat yeyotganligini quloq solib yesin, suv ichayotganda quloq solib ichsin tanasiga. Yashayotganda tanasiga quloq solib yursa inson nima bo'layotganini o'zi his qiladi, o'zi belgi beraveradi insonlar ichki organizmi. Xo'p, mayli tinch bo'linglar, omon bo'linglar, hamisha sog' bo'linglar. Alloh panohiga kasal bo'lmanglar.